Tovuq gulli keldi deguncha uydagilar bilan shu salatni tayyorlab yeymiz. Lekin bu safar uni oddiy ko'rinishda emas, qanaqadir noodatiy qilib tayyorlagim keldi. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli va noodatiy bo'lib chiqdi. Tayyorlayotgan jarayonimni videoga olib, sizlar bilan ham bo'lishiy dedim. Birinchi bo'lib barcha masalliqlarni qaynatib, cho'rka qilib tayyor qilib olamiz. Tayyorlagan idishimizga birinchi bo'lib tuxum oqlarini solib, ustidan mayonez va tuxum sarig'ini solib, ozgina tuz va yana mayonez, so'ng qaynatib cho'rka qilib olingan qizil lovlagi, qizil sabzi, shiprot balig'i va kartoshkalarni biron-maketdan solib chiqamiz. Bu salatda eng ahamiyat qiladigan jihati har bitta qavatdan keyin nomiga tuz sepib, juda ham ko'p bo'lmagan miqdorda mayonez surib olishingiz kerak. Shunda salatingiz yana ham sochli va mazali bo'lib chiqadi. Men kartoshkasini ko'proq solganim uchun uni ham ikkiga bo'lib, o'rtasiga nomiga tuz va mayonez surib, yana kartoshka bilan yo'qoraman. Endi tayyor bo'lgan salatlarimizni 1-2 soat xolodilnikka qo'yib qo'yib, ana undan keyin mazalar bir-biriga o'tib, shunaqangi mazali bo'lib qoladi. Ustini xohishga ko'ra bezatib, chiroyli qilib stolga tortamiz. Siz ham albatta uydagilaringizga shu usulda tayyorlab ko'ring.